Xo'sh, hammaga assalomu alaykum. Bugungi darsimiz 11-dars, ya'ni oxirgi dars alchemy strategiyasidagi. Bugungi strategiyamiz nomi SRT, ya'ni ko'p kishi bilsa kerak, bu SRT Candle Range Theory. Ya'ni yaxshigina ishlab beradigan strategiyalardan biri. O'zingizlar strategiyalarga mix qilish yetadigan bo'lsanglar. Ya'ni bizga nima kerak? Ikkita sham kerak. Bizda ikkita sham bor. Ikkita sham bor. Bu yashil. Bu nima bo'ldi? Bu soyasi bilan mamini yechdi, hayni yechib qo'ydi. Biz nima qilamiz? Bizda keyingi harakat shu yerdan boshlanadi. Ya'ni lowgacha. Endi biz ikkinchi misol. Bitta sham tushib kelayotgan sham. Xoh bu qizil bo'lib yopilganmiz, xohlasa bu yashil bo'lib yopilganmiz. Bizga kerak emas. Asosiysi bizga shu soyasini, bundan oldingi o'zidan oldingi soyani hayni yechib zonamizni mana shamni soyasini yoki zonani mana shu tanasini ichida yopilgan bo'lishi kerak. Bizda bu yerda nima bo'ldi? Ichida yopilib qoldi. Bizda keyingi harakat xohlasanglar full marginda kiringlar, xohlasanglar xohlaganinglarcha kiringlar. Keyingi harakat bizda bu highga. Shu bugungi SRT strategiyamiz shu edi. Shu bilan tugatib olmayman. Buni amaliy bozorda ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Xohlagan joylarda. Bizda mana bitta nima bo'ldi? Hay yechib ichida yopildi. Bizda bu lovda 100% ishlab berdi. Ya'ni o'sha yopilgandan keyin, mana bularda yopilgandan keyin sirazi kirgan bo'lsanglar, mana bungacha 70-80 pips. Xo'sh. Bay uchun ham ko'rib chiqaylik. Mana. Bizda nima bo'ldi bu yerda? Buni low'ini tanasi va soyasi bilan yechib ichkarida yopildi. Bizda tek profitimiz o'shanda. Mana shamni hayda bo'ladi. 100% tek profitimiz urib berdi. 50 pips normal. Endi haygacha hisoblaganda 50 pips, agar nafsinglar to'ymagan bo'lsa, xohlasanglar teparoqqa tushishinglar, xohlaganinglar tushishinglar. Bugungi strategiyamiz bu oxirgi shu alchemy strategiyasidagi oxirgi strategiyamiz edi. Hammaga rahmat. Shu darslarni erinmasdan ko'rib chiqqaninglarga hammaga rahmat. Hammaga xayr.